Kraskoy namozni puliga shunaqa namoz bosib olsangiz nima bo'ladi? 2011-yil biz sizlar uchun $2700 tashlab qo'ydik. Egalarning o'g'illari Telegram kanaliga silta orqali shuni o'tib, nomerlarni olib, baraka qilib olib ketsanglar bo'ladi. 2011 motor, ходовой, mashinani umuman texnik расход yo'q, любойдakini bo'lar ekan. Afirmitdan zerikanlar uchun Germaniyaga 2011-yil Damas mashinasi, albatta, bitta like bosib qo'ying. Eng arzon Namangan kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'ying. Albatta, arzonlarni qo'yishda davom etamiz. Даже SNGdan arzonni qo'ydim deganlar uchun bitta tashlab berasizlar. Qarang, holatlari yaxshi holat bo'lib turibdi. Chexol, magnitofon, kolonka bar, patologda barlargacha bor, stokalar bo'lgan, arshivkalar bo'lgan. Qo'yingki, mashina tayyor, bemalol proverka qilib olaverasizlar. Kraskasi asijit bo'lgan ekan xolos, lekin choklari yaxshi bo'lib turibdi. Ko'rib, tekshirib ko'rib, proverka qilib olaverasizlar. Balon holatlari ham zo'r holatda. Mashinani kuzgi qismi ham chizilgan, qirilgan joylarini ko'rmadik, bemalol ko'rib, tekshirib ko'rib, ovorsinglar bo'ladi. $2700 da albatta, prostoy Damas olgandan 2011-yil shunaqa Damas bosib olsangiz bo'ladi albatta. Like bosib qo'ying. Eng arzon Namangan kanalidan uzoqlashmang, arzonlari oldinda bo'ladi. Egalar nomerlari Telegram kanalida o'tib olib, baraka qilib olib ketaverasizlar.